14 ming, 15 ming dollarcha pulingiz bor. 12 olsammikin, Gentra olsammikin deb o'ylanib yuribsiz. Aka, 12 ta ham Gentrani qo'yib turing. 14.950 dollarga orqamda turgan Malibu'ni topib qo'ydim. Shunaqa arzon mashinani o'tkaza olmaslik uchun hoziroq bizga obuna bo'lib qo'ying. Men sizga mashinani bitta obzor qilib beraman. Mashinamiz 2017-yil 2.4 atmosferniy motor bo'ladi. Bilasizlar, 2.4 motor benzin tanlamaydi и ekonomik motor hisoblanadi. Mashinamizni holati juda ham yaxshi holatda turibdi. 210 ming yurgan. Men o'zlaring uchun bir qator ximchiska polirovkalarni 50 dollar, 100 dollarga avto tuning olib kelsangiz, yana ham nok qilib beramiz. Lekin minadigan holatda turibdi. Mashinamiz kraskasiga kelsa 50-60% atrofida kraskasi bor, lekin qovurg'alari butma-butun любой проверка deyishyapti egalari. Borib, olib kelib ustingiz bilan bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Ati-bati shilingani uchun qachilgan ekan, lekin narxi 14.950 dollarga menimcha Malibu'ga bermasa kerak. Aka, bu mashinaga propan ham xohlasangiz metan ustanovka qilsangiz bo'ladi. Yana ham ekonomik bo'ladi. Bundan tashqari 4 yumshoq baloni bor, panorama lyuklari ishlab turibdi. Mashinani olib 50 dollar, 100 dollar sarflab maza qilib minsangiz bo'ldi. Mashinamiz narxini 14.950 dollarga berib yuboramiz. Pul juda ham zarurligi uchun sotilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi egalarning nomerini qoldiraman. Videoga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa arzon mashina o'tkazib yuboryapsiz aka. Yaqin do'stlarga shunaqa mashina oqtarib yurib, minaman degan tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.